Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi mavzu xalqimizda ko'p uchraydigan migren xastaligini asosan qaysi kasallik bilan diagnostika qilish haqida tushuntirib boraman. Chunki yaqinda bir bemor keldi. Uzoq yillar bemorda anamnezdan migren xastaligi bilan davolanib kelgan bemor. Lekin uncha effekt bo'lmagan, foyda bo'lmagan. Oxiri operativ davogacha borgan. Shu operativ davodan keyin ham bu xastaligi uncha sezilarli darajada foyda o'zgarish bo'lmagan operativ davodan keyin ham. Chunki bu migren xastaligi bo'lmagan, balki idiopatik intrakranial gipertenziya xastaligi bo'lgan. Bu xastalikda ham ko'rinishidan belgilari ko'pincha migrenga o'xshaydi. Migrenga o'xshab ketganligi uchun ko'pchilik buni migren tashxisi qo'yib turib, migren bilan davolanadi, lekin effekt kam bo'ladi. Balki effekt bo'lmaydi ham. Xo'p, qanday ajratib olamiz bu xastaliklarni bir-biridan? Migren xastaligi asosida neyrovaskulyar boshdagi tomirlarda neyrovaskulyar o'zgarishlar hisobiga kelib chiqadigan kasallik. Bu kasallikning belgisi asosan og'riq epizodik, ya'ni fokusdan boshlanadi. Bu og'riq qaytalanib turishi mumkin. Fokusdan boshlanadi, 4 soatdan 72 soatgacha bo'ladi og'riq. Og'riq boshda yarim qismida pulsatsion qattiq og'riqlar bo'ladi. Og'riq paytida bemorga yorug'lik, tovush, har xil shovqinlar yoqmaydi. Og'riq paytida bemor turib harakatlansa, migrenda og'rig'i kuchayib ketadi. Bemorga tinchlik, o'zini har xil shovqinlardan, yorug'liklardan ehtiyot qilishi ancha bemorga foyda beradi. Xo'p, idiopatik intrakranial gipertenziya bilan migrenda farqlash uchun asosiy mezonlar. Migrenda ko'z tubi tekshirilganda ko'z tubidagi ko'ruv diskida hech qanaqa o'zgarish kuzatilmaydi. Idiopatik intrakranial gipertenziya kasalligida esa oftalmoskopiyada o'sha ko'z tubini glaznoy ko'rganda asosiy belgisi ko'z tubidagi diskida zo'riqish holati kuzatiladi. Diskini shishish holati kuzatiladi. Bu asosiy ajratib oladigan belgilardan bittasi. Xo'p, idiopatik intrakranial gipertenziyada ham og'riqlar pulsatsion bo'ladi. Og'riqlar butun boshni yarmidan tashqari butun boshga tarqashi mumkin. Tarqashi mumkin, lekin bunda og'riq paytida bemor harakat qilsa, yursa, boshqa bo'lganda og'riq uncha kuchaymaydi. Xo'p, og'riqning muddati ham o'sha idiopatik intrakranial gipertenziyada ko'pincha doimiy bo'ladi. Bu vaqt davomida bir kuchayib, bir pasayib turishi mumkin. Xo'p, ajratib olish uchun belgilar asosiy birinchisini aytdim. Bu ko'z tubini diskini bunda o'zgarishi, bu migrenda o'zgarmaydi. Xo'p, uchrashi o'rta yoshli, o'rta vaznli ayollarda ko'proq uchraydi. Migren erkaklarda ham uchrashi mumkin. Xo'p, idiopatik intrakranial gipertenziya asosan bu ko'proq ayollarda, yosh ayollarda, 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayollarda va semiz ayollarda uchraydi. Xo'p, migren o'rta vaznli, semizlarda kam uchraydi, semiz ayollarda uchraydi bu xastalik. Xo'p, og'riq ko'pincha migrenda ertalabda og'riqlar kuchli bo'lmaydi, o'rtacha og'riq bo'ladi. Xo'p, idiopatik intrakranial gipertenziyada og'riq ertalabda kuchli bo'ladi, qattiq bo'ladi. Shu bilan ham farqlash mumkin. Og'riqning davomiyligiga kelsak, og'riq migrenda aytdim, 4 soatdan 72 soatgacha bo'ladi. 72 soatdan keyin o'z-o'zidan og'riqlar yengillab, bemor holatini yaxshi his qilish boshlaydi. Bunda esa bu kasalligimiz idiopatik intrakranial gipertenziyada esa og'riq ko'pincha doimiy ham bo'ladi, bir kuchayib, bir pasayib turadi. Xo'p, migrenda og'riq vaqtida, og'riq zo'riqqan vaqtda migren xastaligida bemorning ko'ngli aynishi mumkin. Xo'p, idiopatik intrakranial gipertenziyada bemorning ko'ngli aynishi og'riq kuchayganligiga bog'liq emas. Ko'ngil aynishi asosan ertalabda fontansimon ko'ngli aynib ketadi. Ko'pgina fontansimon ko'ngli aynib qayt qiladi. Xo'p, keyingi belgilaridan yana bittasi ko'pincha bemorlarda shu og'riq paytida qulog'idan yuragini urganini, pulsatsiya bo'layotgan, yuragi urayotganligi eshitiladi. Intrakranial
idiopatik intrakranal gipertenziyada pulsatsiya eshitiladi quloqda. Migrenda esa eshitilmaydi. Neyral status tekshirilganda, bemorda nevrologik holati tekshirilganda, o'sha bosh migalari, pay reflekslar tekshirilganda ikkovsida ham uncha o'zgarish bo'lmaydi. Xo'p, MRT tekshirilganda, MRTda ham deyarli o'zgarishlar bo'lmaydi. Bu kasallikda yana asosiy farqlab olishni belgilaridan bittasi, xo'p, masalan, berilgan dorilarga qarab turib ham ajratib olishimiz mumkin. Migrenda triptan dorilar guruhi beriladigan bo'lsa, bemorda holati ancha yaxshilanadi. Lekin idiopatik intrakranal gipertenziyada bu dori uncha ta'sir qilmaydi. Shundan ham ajratib olishimiz mumkin. Xo'p, idiopatik intrakranal gipertenziyada asetozolamid degan tabletkalar dorilar guruhi yaxshi ta'sir qiladi. Shu bilan ham ajratib olishimiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, qaysi nevrologik xastaliklar sizlarga muhim, to'liq ma'lumot berishimni xohlaysizlar? Qaysi nevrologik xastaliklarda boshqa xastaliklardan farqlashni xohlaysizlar? Farqlab berishimni xohlaysizlar? Buni kommentariyalarda yozib boringlar va bizni kuzatishda davom eting. Sizni sog'ligingiz uchun butun nevrologik xastaliklarni xudo xolasa to'liq obzor qilib ko'rsatib beramiz.